Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizaga Farg'onadan murojaat qilgan opamizda, Xo'p, Shahzoda opamizda 67-yil jigar sirrozi va surunkali virusli gepatit C bo'lgan bizda. C bilan og'riq fibroskanerlari hech ham tushmagan. Hozir o'zlari aytib beradilar. Nima o'tkazgan. Xullas biz terapiya qildik. Mana bu xulosasi, yana xuddi shu odamniki, Xolmirzayeva Sh. Mana bu yerda ham yozilgan. Xolmirzayeva Sh. 03 11 25 03 12 25 Заключение. Сирроз печень. Ko'rsatgan mana. Xo'p, qorinda suv yo'q. Men ham jigar sirrozi deb qo'yganman. Xolmirzayeva Shahzoda. Mana doktor Hamidov maslahati. Men pechatim. Mana terapiya qog'ozim. Shularni olishgan. Xo'p. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Va bugun tekshiruvlarni qildik. Mana bu qog'ozlari, jigarni chegaralari tekis va ko'rinishlari yaxshiligini ko'rsatib o'tgan. Taloqlari yaxshi, o't qoplarida ozgincha shamollash, me'da osti bezida shabadalash ko'rsatgan. Va fibroskanerlari bugun ko'rsatkich, demak 9.2 ga tushgan. 15-16 dan, ya'ni shu atrofda yurgan. Bugungisi 9.2 tushgan. Taloqlari yaxshi va qon tahlillari laboratoriya tekshiruvlar. Ya'ni juda ham soppa-sog' odamnikini ko'rsatyapti. Ya'ni hech qanaqangi kasallik belgisi yo'q, faqatgina qoningiz quyuq va yaqin orada shamollash o'tkazgansiz. Grippga o'xshab narsa bo'lgansiz. Shu mana endi o'zingiz bir dalil isbot sifatida bu o'z faoliyatimni reklama qilayotganim yo'q, boshqa qilayotganim, ya'ni natija olayotgan necha minglab kishilarning ichidan sizni ham videoyingizni qo'yamiz ijtimoiy tarmoqlarga. Demak, o'zingizni fikrlaringizni bildiryapsiz, tasmaga olaman, gapiravering. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana men dekabrda 9-sida keldim. Doktorda YouTube'dan ko'rdim. Doktorga ixlos qilib keldim. Kelsam doktor nimalarni ko'rib, qog'ozlarimni ko'rib, haqiqatan ham jigar sirrozi deb nima qo'ydi. O'z shunaqa nima bilan kelgan edim. Doktor ham meditsina ham nima bilan tabobat bilan davoladi. Bergi malhamlar, keyin bittagi ultrabinash qanaqa qizil nur bilan davoladi. O'zim ancha yaxshi his qildim. Quvvatim ham joyiga keldi. Endi ishtahalarim ham yaxshi. Hozir nimadan o'tib, yana ham xursand bo'lib keldim. Analizdan o'tib. Men shu jigar sirroziga juda ham tushkunlikka tushgan edim. 4-bosqichda nima qilgan edim. Meditsinada doktorlarim endi har 3 oyda lecheniya olib turaverasiz. Buni hali davosi chiqqan yo'q deb aytishgan edi menga. Allohga shukr, mana shu murabbos ukam sababli tushdi. Allohga shukr 9 ga tushibdi. Aytgan nimalarni joyida qildim. Parhezlarni bergan nimalarni vaqtida ichdim. Kimki mana shunaqa nimaga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, albatta kelinglar. Doktorga rahmat, doktor sizga ham sog' bo'ling iloyim. Mana shu qilgan nimalaringizni rosa ixlos qilgan edim. Hali ko'rsatgan edingiz videoda, malhamlarni ko'rsatgan edingiz, o'shani men ham ichsam deb niyat qildim. Ichib men ham xudo xolasa YouTube'ga chiqaman deb niyat qilib kelgan niyat bilan kelgan edim. Mana Allohga shukr. Mana shu niyatimni Alloh amalga oshirdi. Ming qatla shukr. Xursandman doktor. Sog' bo'ling iloyim. Marshidga hamma jamoangizdagilarga ham rahmat. Juda ham chaqqon ekan. Naimaxonga ham rahmat. Bunaqa qiz yo'q dunyoda. Juda ham chaqqon. Hamma yoqqa ulgurgan. Sog' bo'linglar iloyim. Kimki mana shunday menga o'xshab muhtoj bo'lib o'ylanib ichetini yeyotganlar bo'lsa, albatta kelinglar. Shifo topalasizlar, xudo xolasa. Yaqin joy, uzoq emas. Rahmat doktor sizga. Avvalambor
mana shu yurtboshimiz Mirziyoyevga rahmat. Mana shu meditsina bilan mana shu xalq tabobatini qo'shib, mana shu borada chiqargan qarorlari ijrosi, mana shu yutuqlarimiz hammasi, olayotgan natijalarimiz, mana shu tabobat uyushmasidagi rahbarlarga ham rahmat. Sizga shuncha imkoniyat yaratib berganiga doktor, bizga qarzlarga em bo'lganiga rahmat. Mana shu tabobat bilan Ibn Sinoni, yana turli xil yurtimizdan o'tgan shifokorlarni nimalarga tayanib qilyapman deb aytgansiz. Rahmat doktor. Yurtimizga, prezidentimizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana o'zinglar eshitdinglar. Hammaga shunaqa natija olishni tilab qolamiz. Umri joni sog' bo'lsin hammani. Har doim opa siz ham kenayimni baxtini ko'rib qo'sha qarab yuringlar. Eng avvalambor farzand bergan farzandlarning baxtini ko'rib, Xudo xolasa yaxshi kunlarni ko'p ko'ringlar. Xudo xolasa mana juda ham xursandman. Bu albatta o'zing ekkan urug'ni natijasi. Ya'ni biz mehnat qildik, kuchli terapiyani qildik. Ana Xudoyim shu narsani berdi. Xudo xolasa hammaga shunaqa natija olishni tilab qolaman. Sizlar mana necha minglab kishilarni shifo topib shu yerda yaxshi bo'lib chiqib ketadi. Shular qatoridan sizni ham video tasmalaringizni qo'ydik. Xudo xolasa endi ikkinchi kurs terapiyani yozib beraman.